Assalamualaikum kanalımız obunaçılары. Kalaysızlar, yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan. Bardan boqib o'tirsizlarmi? Xo'p, bugun mototsiklimiz Hyundai mototsikli bo'ladi. Bu sotiladigan narsa emas. Obunachilarimizdan kelib turgan haqlab berishga olib qolganmiz bu mototsiklni. Bu mototsiklimiz zavodit bo'lib turibdi. Lekin menege motorun şakıllasına qarama. Motor degan rasvasi chiqib yotdi, вообще debdelasi chiqib. Pоворotlar yanmadi deydigaysa, pоворotlarni yoqib ko'rsatamiz men o'larim. Taqida ayama aydagan mototsiklni. Muftilar ham yo'q, mana mufti disiplinasiga ishlamayapti. Nol. Shamidolarni ishlab taxlab beramiz bir qator. Videomuzdan uzoqlashmay, kanalımızdan uzoqlashmay. Videomuz manfaatli bo'ladigan bo'lsa, bir like bosib keting. Obuna bo'lmay kuzatib yurganlarimiz bor, dim ko'p. Podpiska, obuna bo'lish deb yozilib turadi videosini, o'zchasini podpiska deb turadi. Bir marta bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqcha chiqadi, qo'ng'iroqchani bir marta bosinglar. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. Hech bo'lmasa shunday yandan podpishka bertirgan iltimos sizlardan. Kimda shunday buzilgan Hyundai, xullas shunday benzinli mototsikl, elektrический skuter, benzinli skuter, elektrический shunday 3 tekerchakli mototsikllar, moravilar bo'ladigan bo'lsa ishlab beramiz. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Sopqo'zda turibdi. Sopqo'z manzilimiz. Bu yoq sezonga zakonning menemen azet qo'l tiydirmay menemen degan ukalarimiz bo'lsa, bemalol olib kelinglar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Zapchastlarimiz o'zimizda bor. Sizlarga avariya etib zapchastga yuborib qo'ymaymiz. Arzon va sifatli qilib ishlab beramiz. Buni ochib ko'ramiz endi. Xo'p, aka manalar. Mana mototsikldan ochib oldik. Ochib olganimizda endi buni ishlatib keldik. Ochib olgan videolarni qo'ymadik. Buni mana shu yerlar to'shilib qolgan ekan. Bu yerda sentrifuga orqali moy filtrlanib kelib, bu yerdan moy yuradi, mana shu kanaldan. Moy yurib silindrga olib borib beradi. Mana shu kanal to'shilib qolgan ekan, mana shu yedirilib, bu yerda svarka qoldirib keldik. Element svarka bilan chotka etib ishlatdik. Mana shu narsalar ham yangi olib qo'ydik buni. Bu ham ishlamay qolibdi. Ishlarini toza qo'yib Xo'p, endi buni bosamiz. Inshaalloh mototsiklni motorini zakoniy qilib berishimiz kerak. Hozirgi motor lekin mana shu ahvoli dabdalasi chiqib yotgan ekan. Xudo xolasa Hyundai brendi. Hyundai. Lekin dabdala bo'lsa normalniy yuradi-da, lekin shaqirda shqurish shunday ovozlar chiqib. Xullas buni taxlaymiz hozir. Xo'p, mana hurmatli obunachilar. Mototsiklni bitirib qo'ydik, mototsiklni. Svetlarni, mana pоворotlarni hammasini taxlab zakonni deb berdik. Motorun ishlashini qarang, soatda sanab turibdi, soatda
Yeni işlep ketdi motor. Sifatni original maylardan quyib saqlab berdik. Galop qurqatgan qo'yib taqalaja. Yani sezonga tayyor. O'rotniklar yanmayotgan ekan, stoplari polni hammasini taxlab berdik. Speedometrlari ishlamayotgan ekan, ularni taxladik polni. Tamam. Kunda shunday mototsikllar bo'lsa, sezonga tayyorlab taxlab beramiz. Menzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida, ya'ni Sapqozdadir. Sapqoz bize menzil servis o'zimizdan. Elektrический скутер, Moraviy, elektrический Moraviy, benzinli Moraviy taxlab beraveramiz. Kraski polni qilib beramiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bog'lanib telefon qilsanglar bo'ladi. Olib kelsanglar mototsikllarni bizatini tashlab ketasizlar, unday ustida sразу ishlab bera olmaymiz. Mototsiklarni qo'yib ketasizlar, telefon nomerlarini solib, hammasini gaplashamiz oyoqlarni. Lekin kiygandan sразу ishlab bera olmaymiz. Mana shunday yeri bor. Qishlataman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, telefon qilsanglar bo'ladi. Endi o'zim qo'lda ishlayman deb ustachilik etib, bu narsani ochib otasanglar ertaga ish ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha ustalab kelsanglar bo'ladi. Endi menga olib keling degan ma'noda gapirilmadi bu yerda. Buning motor ishlash prinsiplari xuddi mashinalarday bo'ladi. Burungi sovetskiy mototsikllarga umuman o'xshash emas. Bu mototsikldan bir 3 ustaga borgan matni yaqinda kiygan. Ya'ni skorslar ham taxlaymiz, skorslar ham o'zgaryapti. Birinchi skorsa qo'ysang 2 ga tushadi, 2 ga qo'ysang 5 ga tushyapti. Xullas motorning rasvosini chiqargan. Endi yegas aytib turibdi, oyoqlari edi, ishlamay qo'rin deydi, skorslar deydi, turaversin deydi. Bunda hozir 5 skors bo'lsa, zavod buni 6 skors etib tashlagan. Qanday ishlagan? Shuni chala ustalarga borib ishlatganlar. Xullas. Endi buni hozir bu skors sani to'g'rilarni endi 5 gacha to'g'rilab beramiz. 1 ga qo'ygan vaqtda bu 1 ko'rsatuvga yetib, 2 ga qo'ygan vaqtda 2 ko'rsatuvga yetib taxlaymiz hozir bunda qilsa. Moydachiklar ham polni mana ko'rsatib turibdi. Sog' bo'ling, boy bo'ling, hurmatli obunachilar. Mototsikllarimizni ishlab beramiz. Sifatli, original qilib, xudo xolasa. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, podpiskani bosib qo'yib, bir like bosib qo'ying, hurmatli obunachilar. Sog' bo'ling.